Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, har bir xonadon, har bir tadbirkor, har bir gaz, elektr yoki suv hisoblagichi bor insonni bevosita qiziqtiradigan masalani gaplashaman. Hisoblagich tekshirildi. Lomba buzilgan, aralashuv bor. Hisob noto'g'ri yuritilgan degan xulosa chiqdi va odamga 1 million so'm, ba'zan undan ham katta jarima yoki qayta hisob kitob yozildi. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bunday vaziyatda nima qilishni bilmaydi. Qo'rqib qoladi. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa o'z haqini isbotlash juda qiyinlashadi. Bu video oxirigacha ko'rishga arziydi. Chunki men bugun hisoblagich tekshiruvlarida nimalarga e'tibor berish kerakligini, qaysi holatda fuqarodan pul talab qilish qonuniy bo'lishi mumkinligini, qaysi holatda esa shoshilmasdan e'tiroz bildirish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Agar sizning uyingizda hisoblagich bo'lsa, demak bu ma'lumot sizga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi videolar qancha ko'p odamga yetib borsa, shuncha ko'p odam asossiz to'lovlardan saqlanib qoladi. Avval hisoblagichlar bo'yicha tartib ko'pchilik uchun nisbatan oddiy ko'rinardi. Masalan, gaz hisoblagichi, elektr hisoblagichi yoki suv hisoblagichi o'rnatiladi. Ma'lum muddat ishlaydi. Keyin belgilangan davrda qiyoslovdan, ya'ni tekshiruvdan o'tkaziladi. Agar hisoblagich soz bo'lsa, undan keyin ham foydalaniladi. Agar nosoz bo'lsa, almashtiriladi yoki ta'mirlanadi. Odamlar ko'pincha faqat shu darajada tushunishgan. Hisoblagich aylanyaptimi? Tamom, hammasi joyida. Lekin hozir vaziyat ancha murakkablashgan. Energiya resurslari bo'yicha nazorat kuchaydi. Qarzdorliklar, yo'qotishlar, noqonuniy ulanishlar, hisoblagichga aralashish holatlari alohida tekshirilmoqda. Bu o'z-o'zidan yomon emas, chunki haqiqatdan ham ayrim odamlar elektrni, gazni yoki suvni noqonuniy ishlatadi. Lekin muammo shundaki, nazorat kuchaygan joyda ayrim tushunmovchiliklar, hujjatdagi xatolar, noto'g'ri dalolatnomalar, fuqaroga yetarli tushuntirish bermaslik holatlar ham ko'payadi. Eng katta xavf nimada? Hisoblagich tekshiruvga kelgan xodimlar bu yerda muammo bor deb dalolatnoma tuzadi. Odam esa o'sha paytda hayajonda bo'ladi. Imzo qo'ying, bu faqat ko'rganimizni tasdiqlash deyishadi, fuqaro imzo qo'yadi. Keyin esa shu dalolatnoma asosida katta summa hisoblanadi. 5 million, 10 million, 15 million, tadbirkor bo'lsa 20 million ham chiqishi mumkin. Shunda odam men bunday ish qilmaganman, men hisoblagichga tegmaganman deb yuradi. Lekin oldin imzo qo'yib yuborgan bo'ladi. Men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. Har qanday hisoblagich tekshiruvda asosiy masala faqat hisoblagichning o'zi emas, balki jarayonning qonuniy rasmiylashtirilishi. Kim keldi? Qachon keldi? Nima tekshirdi? Qanday asbob bilan tekshirdi? Guvoh bormi? Video yozib bormi? Plomba raqami dalolatnomaga to'g'ri yozildimi? Sizga tushuntirish berildimi? Sizning e'tirozingiz qayd etildimi? Mana shularning barchasi keyinchalik hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerak. Birinchi tushuncha. Hisoblagich tekshirilgani avtomatik tarzda jarima degani emas. Ko'p odamlar hisoblagichni olib ketishdi, endi jarima yoziladi deb qo'rqadi. Aslida hisoblagich reja asosida qiyoslovga olinishi, nosozlik bo'yicha tekshirilishi yoki plombasi ko'zdan kechirilishi mumkin. Agar hammasi joyida bo'lsa, hech qanday jarima bo'lmasligi kerak. Jarima yoki qayta hisob kitob faqat aniq asos bo'lsa, ya'ni iste'molchi tomonidan qoidabuzarlik sodir etilgani hujjatlar bilan isbotlansa qo'llanishi kerak. Ikkinchi tushuncha, jarima bilan qayta hisob kitob bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha hammasini jarima deb ataydi. Masalan, tashkilot sizga 15 million so'm hisoblandi deyishi mumkin. Bu ma'muriy jarima bo'lmasligi ham mumkin. Balki hisobga olinmagan iste'mol uchun qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Bu juda muhim farq. Chunki ma'muriy jarima uchun alohida tartib, vakolatli organ qaror muddatlar bo'ladi. Qayta hisob kitob esa ta'minlovchi tashkilot tomonidan iste'mol qilingan deb hisoblangan resurs uchun qo'shimcha to'lov sifatida chiqarilishi mumkin. Har ikki holatda ham siz hujjatlarni talab qilishga, e'tiroz bildirishga, yuqori organ yoki sudga murojaat qilishga haqlisiz. Uchinchi tushuncha, kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hisoblagich joylashgan joyga begona odamlar kirishi mumkin bo'lgan xonadonlar. Masalan, hisoblagich ko'chada, umumiy yo'lakda, ko'p qavatli uy podyezdida, eski shkaf ichida turgan bo'lsa, siz hisoblagichga tegmagan bo'lishingiz mumkin, lekin plomba shikastlangan bo'lsa, tekshiruvchi uni qayd qiladi. Keyin kim buzdi degan savol boshlanadi.
Shuning uchun hisoblagicingiz xavfsiz joydami? Plombasi ko'rinib turibdimi? Raqamlar oldingi dalolatnomadagi raqam bilan mosmi. Buni vaqti bilan tekshirib turish kerak. Ikkinchi xavf guruhiga uyda ta'mir qilganlar kiradi. Masalan, oshxonada kafel almashtirildi. Gaz g'uri yonida ish qilindi. Elektr shit atrofida ustalar ishladi. Suv hisoblagichi yonida g'ur almashtirildi. Usta ehtiyotsizlik qilib plombaga tegib yuborgan bo'lishi mumkin. Siz buni sezmasligingiz ham mumkin. Keyin tekshiruv kelganda plomba shikastlangan deyiladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Hisoblagich atrofida har qanday ish boshlanishidan oldin uning rasmini oling. Plomba raqamini yozib qo'ying. Ish tugagandan keyin yana rasmga oling. Agar plomba tasodifan shikastlansa, yashirmang, darhol ta'minotchi tashkilotga yozma murojaat qiling. O'zi bilib qolishmasin deb kutish eng katta xato. Uchinchi xavf guruhiga ijaraga berilgan uy egalari kiradi. Uy egasi boshqa shaharda, ijarachi uyda yashaydi. Hisoblagichga kim qaraydi? To'lovlar vaqtida qilinyaptimi? Plomba joyidami? Ba'zan ijarachi elektr isitgich, payvandlash apparati, kuchli uskunalar ishlatadi. Keyin qarzdorlik yoki nosozlik chiqadi. Uy egasi esa men bilmaganman deydi. Lekin shartnoma abonent kim nomida, hisoblagich kimning manzilida. Majburiyat kimda? Bularning hammasi muhim. Agar siz uy berayotgan bo'lsangiz, ijarachi bilan oddiy yozma shartnoma tuzing. Hisoblagich ko'rsatkichlarini topshirish qabul qilish dalolatnomasiga yozing. Har oy kvitansiyalarni tekshiring. Birinchi misol, oddiy xonadon gaz hisoblagichi hovli tashqarisidagi qutida turibdi. Tekshiruvchilar kelib, plombaning bir qismi bukilganini qayd etishdi. Fuqaro men tegmaganman, quti ko'chada turadi, bolalar ham o'tadi. Shamol ham bo'ladi dedi. Lekin dalolatnomaga e'tirozsiz imzo qo'ydi. Keyin unga 1 million so'm qayta hisob-kitob chiqarildi. Bu yerda fuqaroning birinchi xatosi shuki, u dalolatnomaga plomba shikastlanganini ko'rdim. Lekin aralashuv qilganimni tan olmayman. Hisoblagichga tegmaganman, mustaqil ekspertiza talab qilaman deb yozmagan. Ikkinchi xatosi darhol yozma shikoyat bermagan. Agar u o'sha kunning o'zida dalolatnoma nusxasini olib, fotosuratlar bilan e'tiroz yozganida, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi misol, tadbirkor kichik novvoyxona ochgan. Elektr hisoblagichi eski, lekin ishlayapti. Bir kuni tekshiruvda hisoblagichga tashqi aralashuv alomatlari bor deb xulosa qilindi. Qayta hisob-kitob quvvat bo'yicha hisoblandi. Pech, mikser, sovutgich, yoritish hammasi maksimal ishlagandek olinib, katta summa chiqdi. Tadbirkor men buncha elektr ishlatmaganman dedi. Lekin elektr ta'minoti tashkiloti hisobga olinmagan iste'mol bo'lgan deb hisoblaydi. Bunday holatda tadbirkor uchun eng muhim hujjatlar uskunalarning texnik pasporti, ish vaqti jadvali, ijara shartnomasi, oldingi oylar to'lov tarixi, hisoblagichni o'rnatish dalolatnomasi, plomba dalolatnomasi, tekshiruv videolari va guvohlar ko'rsatmasi. Faqat og'zaki men qilmaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Uchinchi misol, ko'p qavatli uyda suv hisoblagichi hammomdagi quvur yonida turadi. Uyda ta'mir bo'lgan. Usta hisoblagichni yechmagan, lekin atrofidagi turbani almashtirgan. Oradan 2 oy o'tib tekshiruvda plomba joyida emasligi aniqlangan. Fuqaroga katta summa hisoblanadi. Bu holatda savol tug'iladi. Ta'mir vaqtida tashkilotga xabar berilganmi? Hisoblagichni vaqtincha yechish uchun ruxsat olinganmi? Plomba yechilgan bo'lsa kim yechgan? Qayta plombalash dalolatnomasi bormi? Aksar muammo shu joyda paydo bo'ladi. Odamlar quvurni o'zgartirdik, nima bo'pti deb o'ylaydi. Lekin hisoblagich plombasi davlat nazorati ostidagi element. Uni o'zboshimchalik bilan yechish yoki shikastlash keyin katta muammo keltirishi mumkin. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz hisoblagichga tegmagan bo'lsangiz, plombalar butun bo'lsa, ko'rsatkichlar normal bo'lsa, to'lovlar muntazam bo'lsa, dalolatnomalar saqlangan bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqish shart emas. Tekshiruv kelishi o'zi yomon narsa emas. Lekin har qanday holatda ham hushyor bo'lish kerak. Men odamlarni tekshiruvchilarga qarshi qo'yishni xohlamayman. Ular ham o'z ishini qiladi. Lekin siz ham o'z huquqingizni bilishingiz shart. Xushyorlik bilan qarshilik qilish boshqa narsa. Siz muloyim, madaniyatli, lekin aniq talabchan bo'lishingiz kerak. Eng birinchi tuzoq imzo masalasi. Sizga dalolatnoma berilganda uni o'qimasdan imzo qo'ymang. Bu shunchaki kelganimizni tasdiqlash deyishlari mumkin. Lekin dalolatnomada iste'molchi qoidabuzarlikni tan oldi, plomba buzilgan, aralashuv aniqlangan. E'tiroz bildirmadi degan jumlalar bo'lishi mumkin. Siz o'qib chiqing. Tushunmasangiz menga tushuntirib bering deng. Rozi bo'lmasangiz imzo yoniga albatta e'tirozingizni yozing.
Dalolatnomada ko'rsatilgan qoidabuzarlikka qo'shilmayman. Hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil tekshiruv va hujjatlar nusxasini talab qilaman. Mana shu bir ikki jumla keyin sizni himoya qilishi mumkin. Ikkinchi tuzoq dalolatnoma nusxasini olmaslik. Juda ko'p odamlar tekshiruv tugagandan keyin qo'lida hech qanday qog'ozsiz qoladi. Keyin qayerga boradi? Nimaga e'tiroz bildiradi? Qaysi raqamdagi dalolatnoma? Qaysi xodim tuzgan? Qaysi sana? Hech narsa yo'q. Shuning uchun har qanday tekshiruvda dalolatnoma nusxasini talab qiling. Agar berishmasa telefoningizga rasmga oling. Agar rasmga olishga ham qarshilik bo'lsa, buni ham videoga qayd eting va darhol yozma murojaat qiling. Uchinchi nozik jihat tekshiruv jarayonini videoga olish. Siz o'z uyingizda, o'z mulkingizda bo'layotgan tekshiruvni odatda videoga olishga haqlisiz. Ayniqsa kelajakda nizoli holat bo'lishi mumkin bo'lsa, videoda baqirish, haqorat qilish, xodimlarga to'sqinlik qilish kerak emas. Faqat xotirjam qilib kim kelgani, xizmat guvohnomasini, sanani, hisoblagich holatini, plomba ko'rinishini, dalolatnoma tuzilishini yozib oling. Keyin bu video sizga dalil bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat plomba raqami. Ko'pchilik plombaning bor yo'qligiga qaraydi, raqamiga e'tibor bermaydi. Aslida plomba raqami juda muhim. Hisoblagich o'rnatilganda yoki plombalanganda dalolatnomada plomba raqami yozilgan bo'lishi kerak. Tekshiruvda shu raqam mos kelishi kerak. Agar dalolatnomada bir raqam, amalda boshqa raqam bo'lsa, savol tug'iladi. Qachon almashtirilgan? Kim almashtirgan? Nega hujjat yo'q? Shuning uchun men har bir tomoshabinga maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, hisoblagich plombangizni telefoningizga suratga oling. Raqamini alohida yozib qo'ying. Eski hujjatlar bilan solishtiring. 5-nozik jihat hisoblagichning qiyoslov muddati. Hisoblagichlar abadiy ishlaydigan qurilma emas. Ularning qiyoslov muddati bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, keyinchalik hisob-kitobda muammo chiqishi mumkin. Ba'zi hollarda qiyoslovni o'z vaqtida tashkil qilish ta'minotchi tashkilot zimmasida bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda iste'molchi ham mas'uliyatni kuzatish kerak. Muhimi, siz men bilmasdim deb yurmasligingiz kerak. Hisoblagich pasporti, oldingi qiyoslov sanasi, keyingi qiyoslov muddati bularni bilib oling. 6-nozik jihat magnit qo'yilgan deganda u. Ayrim hisoblagichlarda magnit ta'sirini ko'rsatuvchi indikator bo'ladi. Tekshiruvchilar indikator o'zgarganini ko'rib, magnit qo'yilgan deyishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma narsa hujjat bilan isbotlanishi kerak. Indikator qachon o'rnatilgan? O'rnatilganda holati qanday bo'lgan? Uning raqami hujjatda bormi? Tashqi ta'sir boshqa sababdan bo'lishi mumkinmi? Laboratoriya xulosasi bormi? Siz men magnit qo'ymaganman desangiz, buni tasdiqlaydigan holatlarni ko'rsatishingiz kerak. Masalan, hisoblagich yopiq qutida bo'lgan, kalit faqat tashkilotda bo'lgan, oldingi tekshiruvda indikator holati qayd etilmagan. Dalolatnomada tafsilotlar yozilmagan. Har bir detal muhim. 7-nozik jihat qarzdorlik bilan qoidabuzarlikni aralashtirib yuborish. Agar sizda to'lov bo'yicha qarz bo'lsa, bu alohida masala. Hisoblagichga aralashuv esa boshqa masala. Ba'zan iste'molchi qarzdor bo'lgani uchun o'zini aybdordek his qiladi va har qanday hujjatga imzo qo'yadi. Yo'q qarzingiz bo'lsa, qarzni tartib bilan to'laysiz yoki bo'lib to'lashni so'raysiz. Lekin bu siz hisoblagichni buzganingizni avtomatik isbotlamaydi. 8-nozik jihat eski uylar va umumiy tarmoqlar. Eski hovlilarda simlar, quvurlar, ulanishlar chalkash bo'lishi mumkin. Ba'zan qo'shnining liniyasi sizning davringizdan o'tgan, eski ulanish qolib ketgan, noma'lum kabel topilgan bo'ladi. Tekshiruvchilar buni noqonuniy ulanish deb baholashi mumkin. Bunday holatda shoshilmasdan texnik chizma, oldingi ulanish dalolatnomalari, mahalla guvohligi, eski hujjatlar, mutaxassis xulosasini yig'ish kerak. Chunki eski infratuzilmada aybni aniqlash oson emas. Har bir kabel sizniki degani emas. Har bir quvur siz noqonuniy foydalangansiz degani emas. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar hisoblagichingiz tekshiruvga tushsa yoki sizga 10 million so'mga o'xshash katta summa chiqsa, nima qilish kerak? Men bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, tekshiruvchilarning shaxsini aniqlang. Ular qaysi tashkilotdan kelgan, ism, familiyasi, lavozimi, xizmat guvohnomasi bormi? Buni so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Agar ular haqiqatan vakolatli xodim bo'lsa, guvohnomasini ko'rsatish kerak. Telefoningizda videoni yoqing va xotirjam tarzda tekshiruv jarayonini qayd qilib boraman deb ayting. Ikkinchi qadam. Hisoblagich holatini tekshiruv boshlanishidan oldin videoga oling. Plombani yaqin masofadan hisoblagich ko'rsatkichini, hisoblagich raqamini
quti yoki shkaf holatini, davr kabel quvur holatini yozib oling. Agar plomba allaqachon shikastlangan bo'lsa, mana tekshiruv boshlanishidan oldingi holat deb qayd qiling. Bu keyin tekshiruv vaqtida shunday edi yoki keyin bo'ldi degan nizoni kamaytiradi. 3-qadam. Davlatnomani diqqat bilan o'qing. Unda sana vaqt, manzil, hisoblagich turi, zavod raqami, plomba raqami, aniqlangan holat, xodimlar familiyasi, guvohlar sizning tushuntirishingiz yozilishi kerak. Bo'sh joylar qolsa, keyin qo'shimcha yozuv kiritilmasligi uchun chiziq tortishni so'rang yoki o'zingiz e'tiroz yozing. Agar siz rozi bo'lmasangiz, imzo qo'ymaslik ham mumkin, lekin amaliyotda ba'zan imzodan bosh tortdi deb yozishadi. Shuning uchun ko'p hollarda eng to'g'ri yo'l imzo qo'yishdan oldin o'z e'tirozingizni dalolatnomaga kiritish. Masalan, aniqlangan holatga qo'shilmayman, hisoblagichga aralashmaganman, plombaning shikastlanish sababi menga noma'lum. Laboratoriya ekspertizasi talab qilaman. Dalolatnoma nusxasini oldim yoki ololmadim. Shu tarzda yozing. 4-qadam, dalolatnoma nusxasini oling. Agar nusxa berishmasa bu haqda ham yozib qo'ying. Keyin darhol ta'minotchi tashkilotning tuman bo'limiga yozma ariza kiriting. Arizada shunday mazmun bo'lsin: falon sanada mening manzilimda hisoblagich bo'yicha tekshiruv o'tkazildi. Tuzilgan dalolatnomaga qo'shilmayman. Hisoblagichga aralashuv qilmaganman. Tekshiruv materiallari, dalolatnoma nusxasi, foto-video materiallar, laboratoriya xulosasi, qayta hisob-kitob asoslari va hisoblash formulasi nusxalarini taqdim etishingizni so'rayman. Masala ko'rib chiqilgunga qadar majburiy undirish choralarini to'xtatib turishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. 5-qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak. Pasport yoki ID nusxasi, abonent shartnomasi bo'lsa, shartnoma nusxasi, hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi, oldingi qiyoslov hujjati, oxirgi 12 oylik to'lov kvitansiyalari, hisoblagich ko'rsatkichlari, rasmlari, tekshiruv videosi, ta'mir bo'lgan bo'lsa usta bilan kelishuv yoki rasmlar, ijarachi bo'lsa ijara shartnomasi. Bu hujjatlar sizning himoya papkangiz bo'ladi. 6-qadam. Summa qanday hisoblanganini so'rang. 5 million so'm qayerdan chiqdi? Qaysi davr uchun hisoblangan? Qaysi quvvat, qaysi tarif, qaysi formula bo'yicha? Masalan, elektrda maksimal quvvatdan kelib chiqildimi? Gazda qurilmalar soni va ishlash soatlari undimi? Suvda aholi soni yoki quvur kesimi hisoblandimi? Agar formula noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, summa keskin kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aynan shu joyda yutqazadi. Summa katta ekan deb qo'rqadi. Lekin uning hisob-kitobini tekshirtirmaydi. 7-qadam, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Agar tuman bo'limi javobi sizni qoniqtirmasa, viloyat yoki respublika darajasidagi tegishli tashkilotga murojaat qiling. Elektr, gaz, suv bo'yicha alohida ta'minotchi va nazorat organlari mavjud. Shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli idoralarga, prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Men har doim yozma yo'lni tavsiya qilaman. Og'zaki borib kelish foydali bo'lishi mumkin, lekin natija bermasa, qo'lingizda dalil qolmaydi. Yozma murojaat, kirim raqami, javob xati bular keyin sudda juda kerak bo'ladi. 8-qadam, suddan qo'rqmang, lekin tayyorgarliksiz ham bormang. Agar sizga asossiz katta hisob-kitob chiqarilgan deb hisoblasangiz, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Sudda isyot emas, dalil ishlaydi. Men kambag'alman, men qilmaganman. Men bilmayman degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan yetarli emas. Siz hujjat, video, fotosurat, texnik xulosa, dalolatnomadagi kamchiliklar, hisob-kitobdagi xatolar bilan bo'lishingiz kerak. Imkon bo'lsa, soha bo'yicha yurist yoki mutaxassisdan maslahat oling. 9-qadam, kelajak uchun profilaktika qiling. Har oy hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. To'lov kvitansiyalarni telefonda va qog'ozda saqlang. Plomba raqamini yozib qo'ying. Hisoblagich atrofida ta'mir bo'lsa, oldin tashkilotga xabar bering. Hisoblagich joylashgan qutini qulflang, lekin vakolatli tekshiruvga to'sqinlik qilmaydigan tartibda saqlang. Begona odamlar hisoblagichga yaqinlashmasin. Ijarachilar bilan yozma kelishuv qiling. Uy sotib olayotganda yoki sotayotganda hisoblagich ko'rsatkichlarini albatta dalolatnoma bilan rasmiylashtiring. 10-qadam. Hech qachon noqonuniy kelishuvga bormang. Ba'zan odam qo'rqib qoladi va aka, buni joyida hal qilaylik degan yo'lni o'ylaydi. Bu eng xavfli yo'l. Birinchidan, bu qonunga zid. Ikkinchidan, siz pul berib ham muammoni hal qilmasligingiz mumkin. Uchinchidan, keyin o'zingiz yana aybdor holatga tushib qolasiz.
faqat rasmiy hujjat, rasmiy to'lov, rasmiy e'tiroz, rasmiy javob, o'zingizni ham, oilangizni ham noqonuniy yo'ldan asrang. Bu masalada xalq xavf ostida deyishimizning sababi nimada? Sababi hisoblagich har bir uyda bor, lekin huquqiy savodxonlik har bir uyda yetarli emas. Birgina noto'g'ri imzo, birgina olinmagan dalolatnoma, birgina surat olinmagan plomba odamni millionlab so'mlik majburiyatga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, pensiyadagi ota-onalarimiz, yolg'iz yashaydigan ayollar, ijara uy egalari. Kichik tadbirkorlar bunday vaziyatda ko'proq qiynaladi. Shuning uchun bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang, ota-onangizga, qo'shningizga, do'stingizga yuboring. Yana bir muhim fikrni aytaman. Agar haqiqatan ham kimdir hisoblagichga aralashsa, magnit qo'ysa, noqonuniy ulansa, bu faqat tashkilotga zarar emas, butun jamiyatga zarar. Chunki yo'qotishlar oxir-oqibat tariflarga, tarmoqlardagi avariyalarga, halol to'layotgan odamlarning noroziligiga ta'sir qiladi. Men hech qachon qoidabuzarlikni oqlamayman, lekin halol odam asossiz ayblanmasligi ham kerak. Adolatning ma'nosi shunda, aybdor javob beradi, aybsiz esa himoya qilinadi. Bugun men sizga hisoblagich tekshiruvi, plomba, dalolatnoma, 20 million so'mlik katta hisob-kitoblar va fuqarolarning eng ko'p qiladigan xatolari haqida batafsil tushuntirdim. Esingizda bo'lsin, tekshiruvdan qo'rqmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Hujjatni o'qing, e'tirozingizni yozing, nusxa oling, video va foto qiling, hisob-kitob asosida talab qiling. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga va sudga murojaat qiling. Eng muhimi, hech narsani og'zaki qoldirmang. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududda, qaysi hisoblagich bo'yicha qancha summa chiqdi va qanday hal bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda ham oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan muhim huquqiy va amaliy masalalarni tushuntirishda davom etaman.